Tafsiri muyassar. Baqara surasi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allah ashu payg'ambarlarga ato qilgan fazli karamiga asosan ularning ba'zisini ba'zisidan afzal qildi. Ularning orasidan Musa va Muhammad alayhissalom qatorliq ba'zi payg'ambarlarga so'z qildi. Bu Allohning o'ziga loyiq ravishda so'zlaydigan sifatga ega ekanligiga dalolat qiladi. Ularning orasidan ba'zisining darajasini yuqori qildi. Bu Muhammad alayhissalom bo'lib, u zotni barliq insoniyatga o'rtaq payg'ambar qilib avatish, payg'ambarlarning tuganchisi qilish, uning ummatini barliq ummatlardan ustun qilish qatorliq alohidliklar bilan uning darajasini yuqori qildi. Allah Maryam o'g'li Isa alayhissalomga Allohning irodasi bilan tug'ma ko'rni saqaytish, oq kasalni davolash, o'liklarni tirildirish qatorliq nihoyat ro'shan mo'jizalarni ato qildi. Uni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdi. Agar Alloh xolis edi, u payg'ambarlardan keyin kelganlar o'zlariga o'pochiq dalillar kelgandan keyin urushmagan bo'ladi. Lekin ularning orasida bo'linish paydo bo'ldi. Shuning bilan ularning ba'zisi iymonida mahkam turdi, ba'zisi kufrda ching turdi. Ular urushga sabab bo'ladigan bo'linishdan keyin Alloh xolis edi, bir-biri bilan urushmagan bo'ladi. Lekin Alloh xohlagan bandasini iymonga va itoatmanlikka muvaffaq qiladi. Xohlagan bandasini hidoyatdan mahrum qiladi. Shuning bilan u Allohga osiylik qiladi va kofir bo'ladi. Chunki Alloh xohlaganini amalga oshiradi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sodilish foyda topqilib bo'lmaydigan, do'stlik qutqizib qololmaydigan va hech kim shafaat qilib sizlardan azobni yeniklamaydigan qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga farz qilingan zakotni beringlar va Alloh sizlarga ato qilgan mol dunyodan sadaqa qilinglar. Kafirlar Allohning cheklamalaridan chetnab o'ziga zulm qilguvchilardir. Bir Allohdan boshqa hech bir iloh yoki ma'bud yo'qdir. Allah o'zining ilohligiga loyiq sifati bilan mukammal ma'noda hayotdir. U hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa uning mulkidir. Allohning dargohida uning ruxsatisiz hech kim shafaat qilolmaydi. Allohning ilmi butun koinotning o'tmishini, hozirini va kelajagini o'z ichiga oladi. Alloh jami xaloyiqning kelajakdagi va o'tmishdagi ishlarining hammasini bilib turadi. Hech kim Alloh bildirishni xohlagan narsalardan boshqa narsani bilmaydi. Allohning kursi osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zamin ikkisini saqlash Allohga og'ir kelmaydi. Allah zotida va sifatlarida barliq maxluqotdan ustundir. Barcha ulug'luq va kattalik sifatlarini o'zida to'plagandir. Bu oyat Qur'ondagi eng ulug' oyat bo'lib, Ayatul Kursi deb ataladi. Islom dini intayin mukammal va ro'shan din bo'lganlikdan kishilarni uningga kirishga majburlashga hojat yo'qdir. Haq dinning dalillari nihoyat aniq bo'lib, uning bilan haq botildan, hidoyat ozg'unlikdan ayrilib turadi. Kimki barcha soxta ma'budlarni inkor qilib, Allohga iymon etadigan va dinda mustahkam bo'lib, to'g'ri yo'lda mengishni davomlashtiradigan, u qat'iy sunmaydigan, mahkam tutgan bo'ladi. Alloh bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning niyatlarini va amallarini bilib turg'uchidir. Alloh shuningga asosan ularga mukofot yoki jazo beradi. Allah müminlarni g'albiga va muvaffaqiyatga erishtirish, yomonliklardan qo'g'dash orqali ularga igdorchilik qiladi.
ularni kufrining qarang'uliqlaridan iymonning yo'riqligiga chiqaradi. Kafirlarning egisi va madadkori ular Allohni qoyib qo'yib cho'qingan botları va barliq saxta ilohlaridir. Ular o kafirlarni iymonning yo'riqligidan chiqarib, kufrning qarang'uliqlariga kirgizadi. Ani shular dozoq ahlidir. Ular dozoqda mangu qolg'uvchilar bo'lib, uningdan hargiz chiqolmaydi. Ey payg'ambar, Allah'ның birligi va uning barliq mavjudotning Rabbi ekanligi to'g'risida İbrahim alayhissalom bilan munozirlashgan odam Namrudning ahvolidanmi ajablanarlik bir ahvolni ko'rmadingmi? U Allah podshohlik ato qilganligi uchun hakovurlikda haddidan eshib İbrahim alayhissalomdan Rabbing kim deb so'radi. İbrahim alayhissalom uningga javob berib, mening Rabbim məxluqatqa hayatlık berib yaştıdığan, onlardan hayatlıqını tartib edib öldürdiğan zatdır. Rabbim tirildirişke ve öldürüşke qadir yegani zatdır dedi. Nemrut, mən mi tirildirələymen ve öldürələymen? Yani, mən öldürüşünü xalıqan adamni öldürmən, mən hayat qaldırışını xalıqan adamni hayat qaldırmən dedi. İbrahim aleyhisselam, "Men ibadet kılıvatkan Allah künni şərqdən çıqırdı. Sen bu ilahi kanuniyetni özgertip künni məğribdən çıqıra alamsan devidi." O kafir gangrab eğiz açamay qaldı. O mu kufurlikni tanlash arqılıq özüge zulüm qılğan kafir bolup, Allah mundaqlarni haqiqatga va to'g'riliqqa muvaffaq qilmaydi. Yoki sen ey payg'ambar tam ögzülleri yıkılıp veyran boğan xarabi şehirden ötken adamga o'xshash bir adamni ko'midingmi? O Allah bu şehirni ölgünedin keyin qandaqmi tirildirar dedi. Şunun bilen Allah onun jenini ilip ölük haltida 100 yıl turg'uzib andın tirildirdi. Andın onundan sen bu ölük halatda qanchalik vaqt turding deb so'ravidi. O bir gün yoki bir kun gumi yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah onunğa ölük haltida 100 yıl turganligini xabar qildi. Ve onu yemek içmekiga qarab beqishqa. Allah'ның bu ikkisini mushinchilik uzun vaqt ichida o'zgarib ketishdan qandoq saqlab qolganligiga, eshkining suyaklari chidib parcha-parcha bo'lib ketgandan keyin uni qandoq tirildirib asliga keltirganligiga qarab beqishga buyurdi. Uningga seni kishilarga Allohning o'liklarni tirildirishga qodir ekanligining o'p-ochiq dalili qilishimiz uchun mushi ishlarni qildik dedi. Uni bu suyaklarga qarab beqishqa, Allohning uni birining ustiga birini qo'yib qandoq qurashtirganligiga, Andın onunğa qandaq göç qondirganligiga, andın uni hayotga qandaq qaytirganligiga qarab beqishqa buyurdi. Bu ishlarning hammasi uning ko'z oldida aniq bo'lgan chaqda, u Allohning ulug'ligini va uning hamma narsaga qodir ekanligini e'tirof qildi. Bu voqea kishilarga Allohning qudratini ko'rsatadigan dalilga aylandi. Ey payg'ambar, shuni esliginki, o'z vaqtida İbrahim Rabbidan o'liklarni qandoq tirildirganligini uningga ko'rsatishni tiladi. Allah uningga, "Sen buningga ishonmadingmi?" dedi. İbrahim, "Ishondim, lekin ishonchim texmo kuchaysin deb buni talab qilyapman" dedi. Allah aytdi. Undaqda qushdan to'tni tutib o'zingga o'gatgin. Andın ularni bo'g'izlab, parçalab, her bir taqqa ulardan bir bölügünü qo'ygan. Andın ularni chaqirgin. Ular derhal senin aldığına keladi. İbrahim aleyhisselam shundoq qilib bo'lib, ularni chaqirib edi. Qushlarning hammasi parchasi o'z o'rniga qaytib qurashtirilib, nihoyat tez yetib kelishdi. Bilginki Allah g'olibdir. Uni hech narsa yengolmaydi. O barliq ishlarda, so'zlarida, qonun prinsiplarida va belgilamelarida hikmat bilan ish qilguchidir.
Müminlerge eng çoğ paydası tegadigan amal Allah yo'lida pul mol sarf qilishdir. Müminlerning Allah yo'lida sarf qiladigan pul meli 7 boshaq chiqagan, har boshqida 100 taldan don tutgan bir tal urug'ga o'xshaydi. Allah xohlagan bandisiga uning iymoni va ixlosining darajasiga qarab hassilab ko'paytib beradi. Allahning fazli karami kengdir. Bandalarning niyatlarini va fazli karamga tegishli bo'lganlarni bilib turguchidir. Pul melini Allah yo'lida jihad qilish va barliq yaxshilik yo'llari uchun sarf qiladigan, ondan qilgan yaxshiligiga minnat qilmaydigan va xayr saxovatga erishgan kishilarga aziyat yetkazmaydigan. Mayli gap so'zida yoki ish harakatida o'zining ularga yaxshilik qilganligini his qildirmaydigan kishilarga Rabbining dargohida katta mukofotlar bor. Oxiratda ularga hech qanday qo'rqinish yo'qdir. Ular bu dunyoda erishamagan narsalarga qayg'urmaydi. Soilni chiroyli so'z bilan qaytirish va uning qashonli qilib tilganligini kechirib etish uningga sadiqa berib bo'lib aziyat qilgandan yaxshidir. Allah bandalarining sadiqalariga muhtoj emasdir. U gunohkorni jazolashga oldirab ketmaydigan zotdir. Ey Allohga va oxirat kuniga iymon etganlar, bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilib etmanglar. Bunda qilish pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kishiga o'xshab qolganlikdir. Bundaq odam xuddi ustiga to'pichang qo'nib qolgan qattiq yomg'irdan keyin bu to'pichang yo'yilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Kishilarga ko'rsatish uchun amal qilguvchilarning amallari Allohning dargohida ana shundoq yo'q bo'lib ketadi. Ular qilgan sadiqalari uchun oxiratda savobdan hech qanday nasibiga erishamaydi. Allah kofirlarni mayli pul mol sarf qilishda bo'lsin yoki boshqa ishlarda bo'lsin to'g'ri ish qilishga muvaffaq qilmaydi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.